Saharlik yoki iftorlik uchun shunaqa yumshoqqina sochniy bo'lib chiqadigan go'shtli nondan tayyorlab ko'ringlar. To'g'ridan to'g'ri fermadan oilamizga yetib keladigan tabiiy toza pure milky suti iliqroq bo'lishi kerak. Eritilgan margarin, tuz, shakar, dro'jji solib aralashtiramiz. Un solib yumshoqroq xamir qilib, ustini o'rab 30 minutga olib qo'yamiz. Nachinkasiga go'sht, piyoz, xohishga qarab qo'y yog'i yoki salat yog'i qo'shsanglar ham bo'ladi. Tuz, ziravorlar qo'shib aralashtiramiz. Tingan xamirni 2 yoki 4 bo'lakka bo'lib, uzunchoqroq qilib yoyamiz. Ichiga nachinka solib, videoda ko'rsatganimdek chetini kesib, o'rab olamiz. Ustiga tuxum sarig'i bilan sutni aralashtirib, surib, kunjut sepib, qizigan duxovkada 45-50 minutda pishirib olamiz. Iftorlik yoki saharlikka albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali va to'yimli bo'lib chiqadi.